haligi rus tilida otabratnovo degan so'z bor. Masalan, qilib yurgan ishimni teskarisini. Masalan, oldin jim yurardim, endi gapirishni o'rgandim deb, oldin hamma narsani ichiga yutib yuradigan odam endi chegarasiz gapirishni boshlashi mumkin. Yoki aksincha, ko'p gapirganimdan dakki yedim deb keyin birdan jim bo'lib oladiganlar bor. Yoki har doim xo'mrayib yurganimga hey deb gap eshitardim, sen to'xtam, teskarisidan emas, me'yordan kelib chiqish kerak. Me'yorda bizda X degan so'z ham bo'lish kerak, yo'q degan so'z ham bo'lish kerak. Me'yorimizda kam degan so'z ham bor, ko'p degan so'z ham bor. Me'yorimizda kulib turish degan so'z ham bor, kulmasdan turish degan gap ham bor, ozgina jahl degan gap ham bor, ozgina yumshoqlik degan hammasi bor. Hammasini o'zini joyi bor, o'rni bor, vaqti bor, o'zini mohiyati bor, o'zini ulanganda qilinadigan qanaqadir natijasi bor. Ya'ni, men bundan menda muammo bo'ldi deb o'shani teskarisi qilinmaydi. Ya'ni shu muammoni sababini topib, keyin o'shani me'yor darajasida ko'rib o'rganilib, to'g'rilanib, me'yordan kelib chiqiladi. Bu juda ham muhim.